Assalomu alaykum hammaga. Mana bu mashinalarimiz sotuvga qo'yildi, ikkalasi ham. Bunisi yili 2022-23 noyabr oyida chiqqan. Mashina holati juda yaxshi holatda, propanlar qo'yilgan, yumshoq balonlar taqilgan. Tonirovka razрешениялari yaqinda olingan. Ichlari monitorlar, start-stoplar qo'yilgan. Mashina holati juda yaxshi holatda va bunisi 2025-yil Medline. Bunga ham polni bir xil, ikkalasi bir xil propan qo'yilgan. Yumshoq balonlar yaxshi taqib qo'yilgan. Tonirovkalar urilib, oldiga солнцезащитниклар urilgan va ichki salonlari полностью chexol, polik hamma narsa qilinib, Malibu barlar qo'yilgan, tablolarga, suvlargacha ko'rsatadigan qilib terib qo'yilgan, chiroyli qilib start-stoplar ham qo'yilgan. Xullas, mashina holati ikkalasi ham juda yaxshi holatda. Olamiz deganlar bemalol nomerlarni qo'yamiz, aloqaga chiqingizlar. Kimga mana shunday yaxshi nimalar kerak bo'lsa, mashinalar kerak bo'lsa, mana mashinalar. Kraskalar top-toza ikkalasi ham.